Bir katta ustodan bitta lifehack. Furqat kafil mustahkam bo'lishi uchun nima qilish kerak? Mustahkam bo'lish kerak, ha? Qaranglar. Mustahkam bilganlar uchun emas, bu bilmaganlarga. Mustahkam bo'lish uchun kelayda olasiz. Mana teshiklari bor. Tortasiz, yaxshi. Bironta joy qolmasligi kerak. Garantiyasi necha yil buni? Garantiyasi to egasi buzdirmaguncha-da. Buzdirsa u undan keyin qiladigan ishingiz. Qo'ydingiz kerak. Buni ham xuddi shunday tortish kerak. Filmimizga xuddi shunday tortib olgandan keyin loyni qo'yib gerbiyonga tortamiz. Keyin nima qilish kerak? Keyin devorga surtdingiz. Kafelga ham surtib, loyni qo'ydingiz, gerbiyonga tortamiz. Mana bironta ochiq joyi yo'q, hamma joyda loy bor. Yonini tozalab olamiz. Buni endi hamma biladi. O'z qanaqa jarayon ketyapti? Bu kafeldan qolgan bo'shliq bor. Ha. Yonida. O'shani to'ldirish kerak. Bo'shliqcha bor. Bo'lsa, kafel hech yerga qochib keta olmaydi. Ipsiz boylab qo'ygan bo'lasiz. O'z nima qo'yapsiz? Hozir bu klipsi bu. SPV, SVP, GVC. JBL var. Buni qo'yasiz. Keyinchi? Bu lekin bu bilan kafel addushi chiqadi. Keyin Undan keyin mana shuni qo'yish kerak bo'ladi. Kivalda ham shart emas, qo'llar o'zga kivalda. vibrator beradi, vibrator. Ahmad Sila.